qo'lida shimirganda qaranglar. Xo'p, qishloq hayoti ketdik. Mana eshik tagidan supurishni boshlaychi. Qani nima qilib eplaydim aya? Ha, o'libdan shuni ham eplaman. Qani supurchi? Sizlarga qarab supuramanmi? Hayır. Supurman bo'lmayapti, mana titilib ketyapti. Ha, ashin uchun aytyapman-da eplolmaydi dedi. Endi keyingi ish nimaga aya? Ha, men uy hovlilarga suv sepib, shupursin chiqar. Ha, qani. Nega qarachi? Ishiga 5 dan 0 gacha. 2,5. Ish qilayotganing kayfiyating yo'qmi? Qo'l bilan unitazni tozalab qo'ysak-da xolasa. Unitaz va rakinani tozalash uchun biz Grassdan Blizz'dan ishlatamiz. 20 sekundda top toza. Ko'rib turibsizlar, hozir sariq intini biz hozir oqartiramiz sizlar bilan. Buni qaranglar. Menga o'xshagan dangasalarga bo'lsa-ku. Qizlar, mana buni qaranglar, prosta yorvordi. Olgan pulinglardan ko'piga arziydi. Bu Blizz'da qorayib qolgan oq kiyimlarning barchasini oppoq qilib beradi. Grassdan Blizz'ning eng zo'ri.